Hayotingizda sizni ranjitgan eng yomon 3 holatni eslang. Ammo sizni harakatsizlantiradigan ular emas. Siz o'zingiz. Menga sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun 3 soniya yetarli bo'ladi. Ammo siz butun umr meni bu so'zlarimni unuta olmaysiz. Nik, sen omadsizsan va sen hech qachon yaxshi ish topa olmaysan. Seni hatto xotining bo'lmaydi. Bo'lsa ham uni qo'lidan ushlay olmaysan. Farzanding yig'laganda ularni qo'lingga olib erkalata olmasang, qanday ota bo'lding? Sen yolg'izsan. Balki ota-onang seni quchishlari mumkindir, ammo ularni bu ishi seni sog'lom qilib qo'ymaydi. Shunchaki taqdirga tan ber. 8 yoshimda men o'zimni o'ldirishim kerak deb o'ylardim. Nega? Negaki menda umid bo'lmagan. Ha, men shunday o'ylaganman. Siz hozir menga qarab uning umidi bo'lgan deb o'ylayapsizmi? Oddiygina so'zlar ko'p narsalarga qodirdir. Quchoqlashish esa so'zlardan ko'prog'iga qodirdir. Quchoqlashishlarni kuchi yetmagan joy